Karyeramni xabaringiz bor 2014-yilda data management sohasida, ya'ni ma'lumotlar sohasini boshqarish bilan boshlaganman va har xil kompaniyalarga o'tish orqali 2022-yilda bu lavozim haqida xabar topganman. 3 etapda intervyu bo'lib o'tgan. Odatda oddiy ishchi lavozimiga olinadigan bo'lsa, intervyu etapi 2 ta bo'ladi. 2 bosqichli intervyudan o'tiladi. Agar rahbar lavozimiga olinsa, 3-bosqich qo'shilishi kerak bo'ladi. Birinchi bosqichda hiring manager deydi, ya'ni ishga oluvchi menejer bilan suhbat bo'ladi. HR bilan yoki HR bilan. Ikkinchi bosqichda uni yuqorisidagi, ya'ni boshliq, ishga olayotgan boshliqni boshlig'i bilan birgalikda intervyu bo'ladi. Hierarxiya bo'yicha ketar ekan, tepaga qarab. Va 3-bosqichda rahbar, yuqori lavozimli rahbar bo'ladigan bo'lsa, board member yoki kompaniya rahbarligini bosa oluvchi rahbar ishtirokida panel intervyu bo'ladi va o'shandan keyin qaror berishadi. Javob o'sha kun chiqadimi yoki qanaqadir muddatdan keyin biz o'ylab ko'ramiz? Rahbarlik lavozimi 3 oy va ba'zi hollarda 6 oygacha davom etishi mumkin. Ravshan akani bir kuni rahbarlik lavozimida nimalardan tashkil topgan? Tub ma'lumotlar boshqarish bo'yicha direktor lavozimida faoliyat ko'rsataman. Asosiy ishim shu firmada data management, ma'lumotlar boshqaruv bo'yicha organizatsiya qurib, firmaning ichida uni qolgan bo'limlarga integratsiyasini ta'minlash. Bu bo'yicha qonun qoidalar ishlab chiqish xalqaro miqyosda va u qoidalari tatbiq qilinishini nazorat qilishdan iborat. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, davlatda yo shaharda nazoratni bugungi kunda militsiya olib borsa, firma ichida nazoratni biz o'zimiz olib boramiz, qonun qoidalarga bo'ysunilishini.